Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan dunyo brendi bo'lgan Germaniya sifati Kercher kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan plisoslar, ya'ni oddiy plisoslar va mo'shi plisoslar haqida gaplashamiz va mo'shi pilisos haqida sizlarga batafsilroq keyinroq video qilib beraman. Hozir bo'lsa ushbu VD2+ va KVD1 modellar haqida batafsil ularning komplektlari va ishlashlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib KWD1 modelini komplektlari bilan tanishib chiqamiz. O'zida birinchi bo'lib mana universal qopi chiqadi va shlanglari, trubkalari va universal shotkasi, nasatkalari shotkasiga, instruksiyasi va pilisosimizning o'zi va buni ichida ko'rishimiz mumkin, yana qo'shimcha filtri, oyoqlari va burchak nasatkalari chiqadi. Va ichki qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlaringiz mumkin, oddiygina ikkita qulog'i bor. Tortasiz, urinadi mana. Quloqlar, ushlagichlari ham bor, juda qulay. Mana bu yerda bemalol ichini tozalab, yuvib, chayqab yana ishlashingiz mumkin va bu yerda mana asosiy motoriga ketadigan filtri bor. Ushlab turadi, ya'ni changlarni, mayda changlarni ushlab qoladi va mana bu ichida paplevoy bor, mana borib yuribdi. Ushbu qora narsa o'sha suvni kirib ketmasligini oldini oladi. Bemalol suvlarni ham tortib, bemalol ishlatishingiz mumkin. O'zini o'zi himoya qilib oladi. Mana pilisosimizni ham yig'ib oldik. Ushbu pilisosimiz haqida sizlarga hozir batafsil ma'lumot beraman. Ushbu pilisosimiz Germaniya brendi, ya'ni Germaniya kompaniyasi Ruminiyada teriladi va ushbu pilisosimiz nihoyatda qulay, ixcham, asosiysi ishonchli, baquvvat pilisoslarga tarkibga kiradi va ikki xil rejimda ishlaydi: suxoy va vlajniy, ya'ni suvlardan ham tortmaydi. Bemalol suvlarni ham tortaverasiz, hech qanaqangi kuyib netib qolmaydi. Odatda pilisoslar bunaqangi funksiyalarga ega bo'lmaydi, lekin bu Kercher firmasi bemalol suv, basseyn shunga o'xshagan narsalarni ham tozalasiz bo'laveradi, hech qanaqangi suvdan qo'rqmaydi va suxoy uborkalarga bemalol ushbu qoplardan foydalanishingiz mumkin va o'sha trubkalari ham oddiy, prochniy qilib ishlangan va o'sha burchak nasatkalari ham bor va o'zini asosiy universal nasatkasi ko'rishlaringiz mumkin. Bu olib berib ishlatishingiz ham mumkin. Uylar, divanlar, tashqari hovli hech qanaqangi joy tanlamaydi, hech qanaqangi sharoit tanlamaydi. Bemalol tozalab ketaveradi. Endi bu yoqib o'chirishlari mana bu yerda ko'rib turibsiz. Yoqib o'chirish funksiyasi bor. Mana sizlarga hozir misol bemalol tozalaveradi. Yana bitta buni qo'shimcha plus tarafi hozir sizlarga ko'rsataman. Ushbu funksiyasi orqali ya'ni puller vazifasini bajaradi, ya'ni tashqariga havoni haydab beradi. Ya'ni bu yog'ida pisos bo'lsa, bag'ida